Ana sizga xush xabar. O'zbekistonda valyuta kursi yana ko'tarildi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10 noyabr kuni uchun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 37 so'mga qimmatlab 12060 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.206.027 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi ham 73 so'mga qimmatlab 13916 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1.391.635 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubli kursi yana ko'tarilishni boshladi. Xususan 1 rubl 148 so'mga teng bo'ldi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 148.870 so'mni tashkil etmoqda. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling.